Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bu videoda qanaqa qilib, demak, markyor va laboratoriya hamda flash kartalarni yaratish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, o'rtoqlar, test yaratildi. Mana test ishlash sahifasida turibmiz va bu yoqda agar biz markyor tugmasini belgilasak, mana bu markyor shu yerdan mana bunaqa belgilasak, o'rtoqlar, matnni belgilaydi. Mana bunaqa qilib kerakli joyini belgilab ishlatib ketishimiz mumkin. Shunaqa. Agar markyor tugmasini disable highlighting qilsak, o'chadi. Shunaqa. Bu tushunarli, bu yoqda muammo yo'q. Keyingisi o'rtoqlar, flash kartalar yaratish. Flash karta yaratishda bu yoqdagi maydonlarga qaysi demak, savol kiritadi va bu yoqda orqasida javobini kiritish kerak kartani orqasiga. Va bu yoqda rasmni belgilash kerak va bu yoqda anaqani fanlarni belgilab qo'yish kerak. Shunaqa qilib o'rtoqlar test yaratiladi, flash karta yaratiladi. Flash karta haqida Anki deb yozsangiz o'rtoqlar, Google ham, ChatGPT ham chiqarib beradi. Xuddi bu Anki flash kartalar yaratish saytning ichiga qo'shib ketganmiz. Yaxshi. Va shu mavzu bo'yicha yaratgan flash kartalaringiz, demak, menyuda, saytning menyusida flash kartalar degan bo'limida mana bunaqa menyu bor, shu yerda ko'rinadi. Yaxshi. Tak. Endi laboratoriya haqida buni bilasiz menimcha. Bu laborator tahlillar agar testlarda bemorni laborator tahlili berilgan bo'lsa, shuni solishtirish uchun kerak bo'ladi. Masalan, bemorni olaylikki, case'da bemorni ALT miqdori masalan 80 qilib berilgandi. Endi tekshirib olamiz, normamikan yo'qmi? Normal ALT miqdori 10 dan 40 gacha ekan. Demak, bemorniki ALTsi oshgan, demak, jigarda muammo bor deb, demak, case'ni ishlashda davom etasiz, bemordagi jigar patologiyasini qidirasiz. Yaxshi, o'ylashimcha bu yoqda muammo yo'q. Kalkulyatorni ishlatishni bilasiz, bu yoqda muammo yo'q. Agar mabodo siz telefonda kirayotgan bo'lsangiz o'rtoqlar, telefonda taxminan mana bunaqa ko'rinadi va hozirgi, demak, funksiyalarning hammasi mana bu yuqoridagi, demak, tugma orqali ochiladi. Ya'ni yuqori o'ng tarafdagi tugmada kalkulyator, markyor, laborator tahlillar, flash kartalar qismi bor. Shu yerdan belgilab olishingiz mumkin keraklisini. Yaxshi, agar qanaqadir savollar paydo bo'lsa, mana bu tugmani bosing, muammo haqida xabar berish, demak, modali ochiladi. Yaxshi, buni yopamiz. Agar testni tugatmoqchi bo'lsangiz o'rtoqlar, pastdagi mana bu tugmani bosing va shu yerda suspend test, testni muzlatib turish bu, end test bu testni tugatish. Testni tugatishni bossam, test hozir yopiladi. Bu tugmani yana qaytib bossangiz, yana, demak, test yopildi. Хорошо. O'rtoqlar, bu, demak, qisqacha funksionallik haqida edi. Nasib bo'lsa, keyingi videoda qanaqa qilib konspekt qilish haqida gaplashamiz.